1-iyul, ya'ni ertadan O'zbekiston qonunchiligida nimalar o'zgaradi? Zamonuz sizni bu haqida batafsil boxabar etadi. Ushbu sanadan boshlab pasport va boshqa hujjatlarning elektron shakli rasman tan olinadi. Davlat madaniyat muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi oshiriladi. Pensiyalar, nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari 10% ga oshiriladi. Qolaversa, bolalar nafaqasi miqdori ham oshadi. Toshkent viloyatida ichimlik va oqova suv xizmatlari narxi oshiriladi. Davlat ta'lim tashkilotlari va muassasalari hududida joylashgan va ular balansidagi bog'lar hamda yer maydonlari xususiylashtirilishi taqiqlanadi. Barcha tovarlar eksportiga cheklovlar bekor qilinadi. Fuqarolarga davlat pensiyalari va kompensatsiyalarni tayinlashning soddalashtirilgan tartibi joriy etiladi. 1-iyuldan boshlab energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmagan miqdorda subsidiya ajratiladi. Elektron tijorat operatorlari faoliyati xabardor qilish tartibida amalga oshiriladi. Shuningdek, savdo tartibotlarini soddalashtirish bitimi talablari asosida tovarlarga nisbatan imtiyozlarni qo'llash bo'yicha bojxona organlarining dastlabki qarorlarini berish tartibi joriy etiladi. To'lov va elektron pul tizimlari, shuningdek, to'lov tashkilotlari faoliyati ustidan nazorat kuchaytiriladi.